Mana endi ular zo'rini ko'rsataman. Aka nech puldan bular? Pulini ayting endi. Buni bugungi bozor sotilgan narxini aytaymi? Sotilgan narxini aytavering. 250 dan sotdim bugun. 250 ming so'mdan mashina cheviylarini sotdingiz. Xo'razmaka allash. Xo'razmaka aralash sotilibdi akalar. Adres 250 ming so'mdan yaxshi. Adres mana Cho'ma bozori. Bozorni aytib ko'ramiz. Cho'mali ekan o'zi. Akamiz ham qancha bo'lsa bor. Qancha bo'lsa topib beradi ekan, ko'p ekan akada. Aka boshqachalari ham bor-a? Bronza ham bor. Bronza? Bronza. Bronza degani ham bor ekan akalar. Aka nomeringizni ayting. Qo'yib ketaylik. Aka 33lik. 33lik 725 725 94 83. 94 83 ga aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda rasa ko'p bo'ladi ekan. Aka har bozor shu yerdasiz, a? Har bozor shu. Har bozor shu yerda ekan. Akalar Nobodagi bozorga kelsanglar ham bo'laveradi. Uyga kelsa ham bo'laveradi. Uyga kelsa ham bo'laverar ekan. Ash telefon qilsanglar adresni aytadi, to'shnisini. Ash Cho'mada lekin bu akamiz uyi ham. Bo'ldi. Aka rahmat. Boshqa narsangiz yo'q-a? Aka bundan tashqari boshqa yo'q-a? Bronza sorti bor. Yo'q, tovuq-povuqlar yo'q-a? Yo'q. Ha, bo'ldi. Faqat induk. Faqat indu ekan akalar. Bo'ldi. Bular aytmadiga bulardan. Tog'a nech pul ekan bu? Bular demayli. So'rash ketyapti 76. Ha, 70 ming, 60 ming so'ralyapti bular. Chiq qo'shilsa berasiz ustiga. Buchi? Tog'a aka nech pul ekan? 250 ming so'm, xo'roz. O'ylaykan arzon beradi, ola. 165 ga berilmabdi mana shu xo'roz. Akalar. Mana. Bo'ldi. Aka bular nech? Bu ham sizdan? 100 mingdan ekan, akalarmi? Bozor nech pul qildi? Bozor nech pul qildi? 60 mingdan qildi. Nech pul bo'lsa beraverasiz? Nech pul bo'lsa berasiz? Bu. Ha, buyasizmi? Buyoq ekan. Nech pul bo'lsa beraverasiz? 50 dan bo'lsa beraveraman. 50 ming so'mdan bo'lsa beraveriladi ekan. Mana bunga boshqa narx aytsangiz kerak? Nega? Aytdimi? Bu ham mana 50 ming ichiga kirib ketaveradi? Yo'q, 60 ming bu. Bu 60 ming. Ha, shunga aytaman, nima 50 mingdan bular общий olyapti mana shunga. Ko'ryapman. Bu 60 ming ekan. Hammasini olsa beraveraman deydi. Hammasini olsa 50 ming so'mdan beraveriladi ekan mana shu yerda tovuqlar akalar. Bo'ldi. Holi siz nomeringizni qo'yib ketaman. Ko'p uyda sotiladigan tovuqlar, ko'pmi? Bo'lsa nomeringizni qo'yib ketay, ayting. 90 060 060 54 14 ga aloqaga chiqsanglar, mana shunaqa tovuqdan qancha bor ta'minlar uyda? 30 tacha bor ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar, olib kelsanglar bo'ladi. Nima degan kanal? Sherzodbek 60 aka. Sherzodbek 60. Aha. Menga javob bering. Akalar yana davom etamiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech pul ekan aka? 80 ming so'mdan. Hammasini tanlab olishi deb qo'yamizmi? 80 ming so'mdan mana tanlab olishi. Shetdan. Bu ham sizdan edi? Bu, ha? Bular nech pul qilib berasiz? 100 ming so'mdan. Bo'lishini aytyapsizmi yo'qcha kami bormi? Bo'lishi. 100 ming so'mdan. Aka nomeringizni aytib ketamizmi? Yo'q, bu yangi video-yu, yangi qo'yilaveradi. Uchta boshqatdan aytavering, chiroyli gulib. Tushunmay qoldim hozir. 90 544 25 06 06 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamizda har doim tovuq bo'ladi. Har qanaqasidan topib beraverasiz aka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka. Aka rahmat. Dakarlar nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Bular 100 mingdan. 100 mingdan kami bor ekan mana dakar makonlar. Bu makonmi o'rasmidi? Makona? Makona? Ha, makon. O'rasiga o'xshab ketdi. Aka bunisi nech pul? 200 ming puli. 200 ming? Tulaga ekan bu. Sizda mana shunaqa dakandan ko'p bo'ladimi?
sotiladigan bo'lsa, nomeringizni qo'yib ketay. Ya, bo'y. Ha, bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling aka. Sizdan emasmi aka? Nech puldan ekan bu o'rdalar? 50 ming so'mdan tanlab olishim mana shu ichidan. Kamini ham qilib beradi. Ozgina kami ham bor ekan mana. Aka bularchi? G'ozlar. 200 ming so'mdan. G'ozlar 200 ming so'mdan ekan. Bularda ham kami bor ekan. Aka sizda bundan ko'p bo'lsa kerak-a demak-a. Nomeringizni aytib ketsangiz. 94 289 86 86 68 ekan. Akalar aloqaga chiqaverasizlar shu nomerlarga. Mana shunaqa o'rdak kerak bo'ladigan bo'lsa ham, g'oz kerak bo'ladigan bo'lsa, hali indiskisdan ham bo'ladi aka sizda. Ham bor, mana buli ham bor, biga olsalar. Bularmi? O, nargilar. Bularni oldi o'zi aka. Oldi bularni. Bo'ladi ekan. Bu ham sizdan. Olmay aka. 22 ming 20 mingdan aka. Aka necha kiloli bo'lib qoldi bular? 600 grammli. 600 grammli ekan akalar. Necha kunlik bu? 14-15 kunlikmi? 15 kunlik. Ko'p olganga necha pul qilib berasiz? 20 qilib. Ko'p olganga 20 ming so'mdan qilib beriladi ekan akalar. Mana o'limdan chiqib qolgan, bemalol bahsa bo'laveradi-da. Vaksinalar bo'lgan yemlar. Ha. Senalar bo'lgan. Bedanalarchi? 10 ming ishda. 10 ming 3 tadan ekan mana bedanalar. 10 ming ishda. Bu tuxumlar nech bilan? 15 ming. Bu nimaga beriladi? Dakangami? 15 ming deysiz kiletkasini. 15 mingdan pishgan mana. Akalar, dakanlarga beriladigan. Aka nomeringizni qo'yib ketaymi? Ayting. 94 076 94 03 03 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka sizda jo'jasidan tortib go'shtgacha bormi? Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekan. Jo'jasidan tortib go'shtgacha bo'lgan mana shunaqa tovuqlardan bor ekan. Xolasizlar mana bedana ham bor ekan. Aka yarim kilodan 7 kilogacha bor. Yarim kilodan 7 kilogacha bo'ladiganlari bor ekan. Aka mana uni makonlari ham bo'ladimi? Yo'q, bular bozorga xo'rozi chiqadi. Faqat xo'rozi chiqadi ekan. Yo'q, nobodi zakaz qilsa topib beraverasiz. Zakaz qilsa topib berishaveradi ekan. Zakaz qilsanglar akalar mana bedanani. Qiziqadiganlar ko'pda bor bunga ham. Aka rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Akalar endi shunaqa gaplar mana. Hammasini video qilib oldik. Xudo xolasa qo'yishni boshlaymiz ekan. Akalar paddeshkani ayamaysizlar, like, comment yozib turinglar akalar. Xudo xolasa boshqa bozorlarga ham boramiz akalar.